Futbol tarixidagi top 5 eng tezkor futbolchilar. Bu reytingimiz bo'yicha qisqacha. Bu reytingimiz davomida biz futbolchilarning umumiy faoliyati davomidagi o'rtacha tezligini hisoblab chiqib, sizga top 5 talik taqdim etamiz. 5-o'rin Thierry Henry. Thierry Henry o'z faoliyatini 17 yil davom etkazgan va uning tezligi 33 km/soatdan 38 km/soatgacha yetgan va uning o'rtacha tezligi 34,5 km/soatni tashkil qildi. 4-o'rin Gareth Bale. Gareth Bale o'z faoliyati davomida 19 yil futbol o'ynagan va uning tezligi 34 km/soatdan 38 km/soatgacha yetgan va uning o'rtacha tezligi 36 km/soat. 3-o'rin Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo o'z faoliyatini 23 yildan beri davom etkazib keladi va uning tezligi 35 km/soatdan 38 km/soatgacha yetgan. Shunda uning normal tezligi 36,5 km/soat. 2-o'rin Adama Traore. Adama Traorening tezligi 36 km/soatdan 38 km/soatgacha yetgan. Shunda uning normal tezligi 37 km/soatni tashkil qildi. 1-o'rin Kylian Mbappe. Kylianning tezligi 36 km/soatdan 38,5 km/soatgacha yetgan. Shunda uning normal tezligi 37,5 km/soatni tashkil qildi. Bundan ham qiziqroq videolar profilda